Agar hasharotni teshigiga kirsa, shunga ham kirasizlar dedi. Kiryapmizmi yo'qmi? Odamlar nima qilsa qilib ketavermaylar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamning o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsa. Shu birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina, va la tashabbahu bil yahud va la bin nasara." O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi Payg'ambarimiz.